Hozirgi uylanadigan yigitlarchi tekshirib olish kerak, tekshirib. Doping analizlar topshirib. Aytibdi-yu, avval uchrashib, surishtirish. Chunki mana ko'chada chiroyli qizni ko'rib qolasiz. Qiz dahshat. Kiprikni o'zi mana shunday. Mana shu kiprik mana. Mana shu kiprik, ko'zini yumsa, qarang ana. Mana shu kiprik shu. Qosh shunaqa egilgan, oy xapade вообще. Oy отдыхает. Shunaqa egilgan qosh, ko'z голубой. Голубой desam g'alati-ku. Havorang. Havorang, ko'z ko'k, lav, g'uncha, ingichka, qiyib qizil. Mana bu yuzi qizilligi Eronni olmasi hijolat. Quloq chuchvara, mana shunda chuchvara. Burunni chimchilab qo'ygan. Choch mash taqimga tushgan. Taqimda choch. Bel mashinda, bel mashinda. Mashinda bel bundoq bo'lgandan keyin qolgan joylarni hisobini o'ringlar endi. Shunda bel, yog'i, xullas. 90, 60, 90. Tomon shunaqa nozikki, tufu yutsa, kapelnisaga o'xshab ko'rinadi. Yigit shu qizni ko'radi, "Voh" deydi, "Mashinaga uylanaman, vsyo, shuni olaman." Sovchi boradi, keladi, oxiri qizni ko'ndirishadi, to'y, gumbira qarz, to'y tugadi. Ana o'shanda boshlanadi hammasi. To'y tugagandan keyin yigit endi, "Jonim" deydi, "Chiroyli bo'ldi to'yimiz." Ana ichkari uyga kirgandan keyin ikki kishi qolishadi-yu, "Mana bu ustingizga ortiqcha kiyimlaringizni yechib qo'ying, bemalol bo'lib gaplashib o'tiramiz." Kelin kirib ketadilar ichkariga. O'sha yerda boshlanadi. Birinchi manba olinadi, manba. Bu kilaylangan bu, olib tashaladi. Skochda turibdi bu. Keyin u yoqqa tufu ish beradi. Qilib qosh artiladi. Yaxshi artsa, qosh yo'q. Uni bir paytda terib tashagan. O'rnida haydalgan yer turibdi. Izgirt eksa bo'ladi, shunaqa chuqur. Bug'doy tashasangiz qoladi, qaytib tushmaydi. Ko'zimni ochadi, o'tda linza turibdi, havorang. Linzani olib tashasa mushu ko'zda oddiy. Ha? Mayda tortib qo'ygan leka plastirni qo'yib yuborsa, karis piska ko'z. Endi ali tomoqqa qo'yilgan narsalar olib tashaladi. Bu qilib yuzni yaxshilab artsa, Eronni olmasini o'rniga shahri sabzi shoptali qoqis turibdi-da. Mana bu yasama ulama chochi shundoq yechsa, chuchvaradi, quloq, adyolday bo'lib mametga tushadi. Belni tortib qo'ygan remenni yechadi, belam bor. 1,5 metr yoqqa, 1,5 metr bu yoqqa. Keyin ba'zi joylarga, uzr endi kechirasizlar, paxtakor mamlakatimiz. Ba'zi joylarga qo'yilgan paxtalar olib tashlanadi. Shu bilan chiqib keladilar. Xullas, haligi 90, 60, 90 dan asar ham yo'q. 25 talik randalanmagan taxta turibdi-da. Kuyov bola shunday qaradi, "Ya asolik buvijon, sizga kim kerak?" "Tamam, foydasi yo'q.